Samagro ilon kuzatuvchilari mana bizlarda yetishtirgan ko'chatlarimizni nafaqat yetkazib berish, balkim ekib berish xizmatlari ham bizda mavjud. Mana bugungi opamizning hovlilariga, mana shu hovlilarga yetishtirgan ko'chatlarimizni mana olib kelib ekib berib joylashtiryapmiz joy-joyiga. Bu yerda har xil turdagi ko'chatlar bor. Urug'li mevalar, danakli mevalar, demak, ekish sxemalarini tayinlab oldik. Ekish sxemalari bu hovlida hozir 3 ga 5 sxemada joylashtirilyapti. Mana bu yerda pinkleydi olmalarimiz NN 106,5 pakana payvantaklarga ulangan. E'tibor bersalaringiz mana popuq ildizli bo'ladi bu. Barglarga agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, kech to'kiladi barglar. Mana endi sarg'ayib to'kilmoqchi bo'lyapti. Juda kech to'kiladi bu olma. Demak, qo'limda turgan olma pinkleydi navli olma. Ushbu ko'chatni to'g'ri ekish yo'lini biz sizlarga o'rgatamiz. Birinchi o'rinda ko'chatni yamasini kovlaymiz. Yamani chuqurligi va eni qanday bo'lishi kerak? Chuqurligi 60, eni ham 60 bo'ladi o'rta hisobda. Demak, bu chuqur bo'lishidan maqsad nima desa, tuproqni demak yumshatish. Ertaga ekilgan daraxtni ildizi yaxshi taraqqiy etishi uchun, yaxshi demak rivojlanishi uchun, o'sishi uchun tuprog'imiz yumshoq bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana hozir bu narsaga e'tibor bersalaringiz, bu transhiyadan olingan ko'chat hisoblanadi. Mana tuproqlari biroz yopishtirib turibdi, ildizlarni, tomirlarni, popuq ildiz bo'lgani hisobiga. Agar buni kovlash jarayonida bu ildizlar biroz kengroq bo'ladi, hozir yopishib turgan holatda ko'rinyapti. Demak, bu yerda eng kerakli joyi shunda nimaga e'tibor berish kerak? MM 106,5 pakana payvantak kuchli o'suvchi olmalarga qanday xususiyat beradi? Birinchi navbatda tez hosilga kirgizadi. Ikkinchi navbatda daraxtni kuchli o'sishini oldini oladi. Tez hosilga kirgan daraxt sekin o'sadi. Shu narsani ta'minlab beradi. Payvantakning vazifasi shu. Birinchi o'rindagi vazifasi shu. Ana endi ekish jarayonida biz nimaga e'tibor berishimiz kerakki? Payvantakni ulangan joyi yer bilan demak tengma-teng bo'lishligiga e'tibor beramiz. Mana shunday tengligiga e'tibor beramiz. Bu payvantak ko'milib ketib, payvand qilingan joy ko'milib ketib, payvand ustiga tuproq chiqib ketadigan bo'lsa, kelajakda 2-3-4 yillarda keyingi demak o'simlikning rivojlanish davrida bu yerdan payvand ildiz chiqarib yuboradi. Natijada payvantak o'zini xususiyatini yo'qotadi. Natijada bu kuchli o'suvchi daraxtga aylanib ketadi. Oqibatda bu kech hosilga kiradi va daraxt kuchli g'ovlab ketish xususiyatiga ega bo'ladi. Payvantakning vazifasi mana shu narsani ta'minlab berish. Shuning uchun biz e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Keyingi yillarda ham ekkandan keyin 2-3 yillarda ham buni biz bahor oylarida ayniqsa e'tibor beramiz. Aprel-may oylarida daraxtlar juda kuchli o'sadigan vaqt bo'ladi, ya'ni kambiy faoliyat kuchli bo'lgan hisobiga. Biz bunga e'tibor beramizmi? Tuproqning atrofini ochib qo'yamiz. Ya'ni payvand qilingan joyning atrofini ochib qo'yamizki, mana bu narsa payvand ildiz otib ketmasligi kerak. Ildiz otib ketgan taqdirda buni bolta bilan yo chopqi bilan asta mana bu ildizlarni kesib qo'yamiz va tuproqni astagina ochib qo'yamiz.